Maktabgacha ta'lim sifati nimaga bog'liq? Avvalo, samarali metodik faoliyatga. Chunki ta'lim sifati pedagogning kasbiy mahorati va metodik ishlarning to'g'ri yo'lga qo'yilishiga bevosita bog'liq. Shu maqsadda magistratura bosqichida maktabgacha ta'limda metodik faoliyat tashkil etish fani o'qitiladi. Fan davomida magistrlar maktabgacha ta'lim tashkilotida metodik faoliyatni rejalashtirish, ta'lim sifatini monitoring qilish, pedagoglarning kasbiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlash hamda boshqaruv faoliyatini samarali tashkil etish bo'yicha zarur bilim va amaliy ko'nikmalarni egallaydilar. Mashg'ulotlar zamonaviy pedagogik yondashuvlar asosida olib boriladi. O'quv jarayonida interfaol metodlar, amaliy topshiriqlar, loyiha ishlari, keyslar, raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt vositalaridan keng foydalaniladi. Nazariy bilimlar amaliyot bilan uyg'unlashtiriladi. Magistrlar dolzarb muammolarni tahlil qiladi, innovatsion yechimlarni ishlab chiqadi, metodik qo'llanmalar, o'quv uslubiy tavsiyalar hamda amaliy jarayonga xizmat qiluvchi ishlanmalarni yaratadi. Amaliy mashg'ulotlar Chirchiq davlat pedagogika universitetining modulli bog'cha laboratoriyasi va cross-sektor laboratoriyasi bazasida tashkil etiladi. Bu yerda magistrlar o'z g'oyalarini amaliyotda sinovdan o'tkazadi, me'yoriy hujjatlarni to'g'ri rasmiylashtirish va yuritish, metodik mahsulotlarni ishlab chiqish hamda kasbiy faoliyatda zarur bo'lgan amaliy tajribani egallaydilar. Ushbu fan sizga qanday imkoniyatlarni beradi? Ushbu fan metodik ishlarni samarali tashkil etish, pedagogik jamoa bilan hamkorlik qilish, metodik hujjatlar va o'quv uslubiy materiallarni ishlab chiqish, ta'lim sifatini tahlil qilish hamda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotga tatbiq etish bo'yicha zarur kompetensiyalarni shakllantiradi. Nima uchun aynan ushbu fan? Chunki bugungi maktabgacha ta'lim tizimida metodist ta'lim sifatini ta'minlaydigan, pedagoglarning kasbiy rivojlanishiga ko'maklashadigan va ta'limdagi yangiliklarni amaliyotga joriy etadigan muhim mutaxassisdir. Ushbu fan sizni ana shunday faoliyatga tayyorlaydi hamda kelajakda metodist va ta'lim rahbari sifatida muvaffaqiyatli faoliyat yuritishingiz uchun mustahkam kasbiy poydevor yaratadi.